Termiz shahridan uncha uzoq bo'lmagan masofada umumiy maydoni 7 sotni tashkil topgan bo'sh yer hisobida hovlimiz sotuvda. Tezda shoshilamiz. Egalariga срочный pul kerakligi uchun arzon narxda beriladi. Ko'rib turganingizdek, lokatsiyamiz Salovotdan kelishda Oqsaroyning yonidagi kottejning orqasidagi mana shunaqangi hovlilarda bo'lib turibdi. Hovlimiz eski qurilgan, bemalol o'rniga buzib yangi bino qurishingiz mumkin. Muhimi hujjatlar joyida, hammasi sirazi nomingizga o'tib notarius bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, umumiy xonadon soni 3 xonani tashkil topgan mana shu hovlimiz sotuvda, chegaralar daxlsizligi saqlangan. Kelsangiz egalari ko'rsatishadi. Pastda uy egalari raqamlari bilan chiqishadi. Bemalol telefon qilib bog'lanasiz. Reklama maqsadida kelganmiz. Uyingizni, ko'chmas mulkingizni yoki noturar joyingizni arzon va sifatli narxda reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol 99 716 53 78 raqamlariga bog'lanasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.